35 yoshdan keyin ayol kishi uchun kerakli top 5 ta tekshiruv usullari haqida bilarmidingiz? Bu albatta qon tahlillari. Bularga kiradi gormonlar. Ya'ni TTG, T4, AMG antimyulleroviy gormon. Bu gormon bizning tuxumdon zaxiramizni belgilaydi. Undan tashqari umumiy qon tahlili va qondagi ferritin, vitamin D va kalsiy miqdori. Ikkinchisi bu albatta qalqonsimon bez ultratovush tekshiruvi. Uchinchisi bu albatta ko'krak bezlarini ultratovush tekshiruvi. To'rtinchisi bu kichik chanoq, ya'ni bachadon va tuxumdonlarni ultratovush tekshiruvi va beshinchisi bu albatta femoflor screen va pap test, ya'ni onkocitologiyaga mazor, ya'ni tahlil topshirish. Yuqorida aytib o'tilgan tekshiruv usullari va tahlillar 35 yoshdan oshgan ayollar uchun juda muhim hisoblanadi. Chunki ayol organizmida 35 yoshdan keyin har qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin va ba'zi bir ayollar 35 yoshdan keyin ayni homiladorlikni rejalashtirmoqchi bo'ladi yoki aksincha menopauza yoki klimaksni vaqtli boshlanmasligi uchun harakat qilishni boshlaydi yoki ba'zi birlarda onkologik xavf yoki omil borligini aniqlamoqchi bo'ladi. Shuning uchun 35 yoshdan oshgan ayollar doimiy ravishda ko'rikdan o'tib turish kerak bo'ladi. Agar sizga ma'lumotlarim qiziq bo'lsa, albatta obuna bo'lishingizni unutmang va 35 yoshdan oshgan yaqin qarindosh yoki dugonangizga yuborib qo'yishni unutmang.